Agar jamiyat rahbari qizini payg'ambarga turmushga bersa, u zot bilan urush qilishni xohlaydimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning nikohlardagi hikmatlardan biri shundadir. Davlat munosabatlari, strategik munosabatlar. Juvayriya roziyallohu onamiz bunga bir misol bo'la oladi. Shuningdek, adovat bo'lmasa ham o'sha davrda qabilalar madaniyati bo'lganligi sababli umuman ba'zi qabilalar bir-biri bilan iliq, yaxshi munosabatda bo'lmaganlar. Ular doimiy tahlika va himoyada edilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning asosiy vazifasi xabar yetkazish bo'lgani uchun nikoh orqali odamlar qalbiga yetib borish bu strategik va mantiqiy edi. Ikkinchi hikmat: urush bo'lganida erkaklar soni sezilarli darajada kamayadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarida shu va boshqa sabablarga ko'ra bevalar ko'p edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham ba'zi sahobalar kabi himoyaga muhtoj bo'lgan ana shunday ayollarga uylanganlar. Darhaqiqat, payg'ambarimizning ko'p nikohlari bevalar bilan bo'lgan. Sizningcha shahvatparast erkak 50 yoshli 5 farzandi bor ayolga uylanadimi? Bu mantiqqa to'g'ri keladimi? Aytmoqchimanki, shunday deganlarning niyati yaxshi va samimiy emasligi aniq emasmi?